Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki, Rasulimiz alayhisolatu vassalam marhamat qilibdilar: "Al-mu'min ya'lafu va yu'lafu va la khayra fi man la ya'laf va la yu'laf" dedilar. Ya'ni mu'min do'st tutadi va do'st tutinadi. Do'st tutmaydigan, do'st tutinmaydigan kishida yaxshilik yo'q dedilar. Imom Ahmad rivoyat qildi. Mu'min odam yo ulfat bo'ladi, kimgadir yo o'zi kimnidir ulfat qiladi, ya'ni do'st qiladi. Do'st tutmaydigan, kimgadir do'st bo'lishga loyiq bo'lmaydigan odamda yaxshilik yo'q deyaptilar. Agar biz bilan hech kim ulfatlashmayotgan bo'lsa, hech kim do'st bo'lmayotgan bo'lsa, qo'rqishimiz kerak ekan azizlar. Demak, bizda yaxshilik yo'q. Qiyomat qoyim bo'lganda, azizlar, mana shu quyoshning tafti shu darajada yaqin bo'lib qizdirib yer yuzida soya qolmaganda, Allohning soyasidan joy oladigan shaxslar 7 tani sanab berdi payg'ambarimiz alayhisalom. Shundan bitta toifasi mana shu Alloh uchun do'stlashganlar. Alloh uchun do'stlashgan kimsalar qiyomatda Allohning soyasidan joy olar ekan. Shuning uchun albatta do'stlik nafaqatgina bu dunyoda, balki u dunyoda ham asqotadi. Sahobalar shunday do'st bo'ldilar-da. Sahobalar bir-birlari uchun jonini fido qildilar. Hatto o'zlarini mol dunyosidan oshinib do'stlariga o'zinikidan ziyodasini berib yuborgan holatlari ham bor. Payg'ambarimiz alayhisalom Makkaliklar bilan Madinaga ko'chib kelganlarida Madinaliklar kutib oldi. Ularning orasida kamsitishlik bo'lmasin deb Makkalik bilan Madinaliklarni bir-birlariga umumiy do'stlikdan tashqari xos do'st qilib qo'ydilar. Muhojirlar bilan ba'zi bir ansoriylarni xos qiyomatlik do'stsan deb qo'ydilar. Ana o'sha qiyomatlik do'stlari yangi bo'lgan do'stiga kerak bo'lsa bog'ini, rog'ini, molini, dunyosini berish takliflarini berganlar. Musulmon odam shunday bo'lishi kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, bir-biringizga hasad qilmang, savdoda aldab narsalarni ortiqcha bahoga sotib najish deyapti, najish qilmanglar. Bir-biringizga g'azab qilmanglar, bir-biringizdan yuz o'girmanglar. Biringiz qilgan savdosi ustiga savdo qilmang deyapti. Ya'ni bir birodari savdo qilib turgan bo'lsa, uni savdosini buzmang deyapti. Va kunu ibadallohi ikhwana deyaptilar, ya'ni so'zlarning davomida. Ey Allohning bandalari, bir-biringiz bilan birodar bo'linglar, do'st bo'linglar deyaptilar. Al-muslim ahul muslim deyaptilar. Musulmon musulmonni birodaridir. Unga zulm ham qilmaydi, uni yordamsiz tashlab ham qo'ymaydi va tahqirlamaydi. 3 marta qalblariga qo'lini qo'yib, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, taqvo bu yerda, taqvo bu yerda deb ko'kraklariga ishora qildilar. So'ng yana kishining yomonligi uchun o'zining musulmon birodarini tahqirlashi kifoya qiladi. Musulmonni musulmonga qoni, moli va obro'si haromdir dedilar. Ya'ni bir birodarni tahqirlagan odam yomon odam bo'lib qolar ekan. Sizni qiyomatlik do'stingiz bo'lsa, demak siz dunyodagi eng baxtli odamsiz, azizlar. Hatto qiyomatda ham sizni taniydigan,